Imperial moklari shu darajada qiyin edi, doimo natijam 6.5 chiqardi. Salom hammaga, men ismim Behruz. 16 yoshimda IELTSdan 8 natijasini qo'lga kiritdim. Fundamental grammatikani tugatgandan so'ng Imperial Academy'da Azbotur Urakovning IELTS lesonlariga yozildim. IELTS skorimni 6.5 dan 7.5 ga boost qildim. Teacherimning suggestionlari bilan speaking partner retake qilishga qaror qabul qildim va oral 8 natijasini qo'lga kiritdim. 2025-yil sentyabrda tushunib yetdimki, uch narsalarni hammasini seriozdan olishim kerak. Imperial Academy'da organized system bo'lgani uchun va har bir ustozida CELTA sertifikati bor, experience yetarli bo'lgani uchun Imperial Academy'ni tanlagandim. Salom hammaga, men ismim Behruz. 16 yoshimda IELTSdan 8 natijasini qo'lga kiritdim. Jo'rnday olsam bo'lmadi, ammo Imperial Academy teacherlarim va ota-onamning supporti bilan shu natijaga erishdim. Taxminan 1,5 yilcha oldin fundamental grammatikani tugatgandan so'ng Imperial Academy'da Azbotur Urakovning IELTS lesonlariga yozildim va darslarda consistency, responsibility, determination bilan qattiq o'qib, support lessonlarda aktiv bo'lib, 1,5 yildan so'ng dekabr oyida IELTSdan 7,5 ballni qo'lga kiritdim va 7,5 natija bilan o'zimni satisfied qilmadim va taxminan fevral oyining boshlarida speaking section retake qilish orqali IELTSdan 8 natijasini qo'lga kiritdim. Let me just show you. This is my 7.5 and now this is my 8. Va Imperial moklari shu darajada qiyin edi, doimo natijam 6.5 chiqardi. Doimo stable lessonlarda ham. Ammo sentyabrda 2025-yil sentyabrda tushunib yetdimki, uch narsalarni hammasini seriozdan olishim kerak. Men teacherim Azbotur Urakov bilan birga ishlab, ko'proq vaqt birga sarflab, IELTS skorimni 6.5 dan 7.5 ga boost qildim. Keyin esa natijamni qo'lga kiritgandan so'ng teacherimning suggestionlari bilan speaking partner retake qilishga qaror qabul qildim va ularning supporti bilan birga alohida ishlab, speakingimni 6.5 dan 7.7 ga increase qildim va oral 8 natijasini qo'lga kiritdim. IELTS o'qimoqchi bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Shuncha vaqt mobaynida IELTS o'qib tushunib yetdimki, IELTSni birdan bir kundalik, bir haftada from 6 to 9 qilmaydi umuman. Eng muhim narsa IELTSda bu consistency. Har kuni ishlab borish kerak. Ma'lum bir vaqt davomida 3 oy, 4 oy necha natija kerakligiga qarab. Ularga maslahatim har kun kamida bitta listening, bitta reading, bitta full speaking, writing practice qilishsa, bir oydan rezultatlarni sezishadi. IELTS o'zi sizga nima kerak edi? IELTS chetga abroad topshirmoqchi edim va IELTS universitetiga kirishda asosiy faktor bo'lgani uchun IELTS topshirgandim. Nega aynan Imperial Academy'ni tanladingiz? Imperial Academy'da organized system bo'lgani uchun va har bir ustozida CELTA sertifikati bor, experience yetarli bo'lgani uchun Imperial Academy'ni tanlagandim.